Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz din kardeşler, aka uka, apa singillar. Barchalaringizni Qurban hayiti bilan muborakbod etaman. Alloh subhanahu va taolo bu muborak kunlarning barakatini, fayzini, futuhini hammalarimiz uchun, xonadonlarimiz, ahli oilalarimiz, mahalla ko'y, butun yurtimiz, butun dunyo uchun mo'l-ko'l bo'lishini o'zi nasib etsin. Bu kunlarda qilinadigan duolarimiz, aytadigan takbir va tahlillarimiz, qiladigan qurbonliklarimiz va barcha ibodatlarimizni, duolarimizni Robbul Alamin o'z dargohida husni qabul aylab, o'ylaganimizdan, so'raganimizdan afzaliga erishtirsin va dunyoda ham, oxiratda ham o'zining ajru savobi bilan barchalarimizni o'zi siylasin. Rasul akram alayhissalatu vassalom Madina-i Munawvaraga tashrif buyurib kelganlarida u yerda aholi yilning 2 kunida, bahorda bir kun, kuzda bir kunni bayram qilib, o'yin kulgi bilan nishonlashar edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam odamlardan so'radilar, bu qanday kunlar? Ular aytishdiki, ya Rasululloh, bu kunlar biz jahiliyat davridan bayram qiladigan kunlarimizdir deyishdi. Ularning biri dehqonchilik boshlanishiga bog'liq bo'lsa, ikkinchisi hosilni yig'ishga aloqador edi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar, Alloh sizlarga bu 2 kun o'rniga boshqa 2 kunni o'zi bayram qilib berdi. Ular Ramazon hayiti kuni va Qurbon hayiti kunlaridir dedilar. Mana shu bilan mo'min musulmonlar uchun Alloh subhanahu va taolo yilning 2 kunini, islomning 2 rukni, ro'za ibodati va haj ibodatiga bog'liq bo'lgan ushbu ibodatlar yakunlanadigan, ado etiladigan kunlarni bayram qilib berdi. Bir oy Ramazon oyining ro'zasini tutib, kunduzlari ro'zador, kechalari qoyim bo'lib, ibodatni ado etib, ushbu sharafga muvaffaq bo'lganlik shukronasi, xursandchiligi, mana shunday muborak oyning barakotiga erishganlik shodligi ma'nosida Ramazon oyi chiqishi bilan ertasi kuni Ramazon hayiti bayrami qilinadi va Ramazon hayiti namozlari o'qiladi. Ikkinchi Idul Azho, Qurbon hayiti kuni esa, bu Qurbon hayiti Zulhijja oyining 10-kuni bo'ladi. Bu islomning yana bir rukni, haj ibodatiga bog'liq bayram hisoblanadi. Zulhijja oyi Alloh subhanahu va taolo nazdida muborak oylardan. Zotan oylarni, kunlarni yaratgan zot o'zi xohlagan kun, o'zi xohlagan oy, o'zi xohlagan soatlarga, o'zi xohlagan imtiyoz va barakotni berishga haqli hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo Zulhijja oyining avvalgi 10 kunini va unga qo'shimcha tashriq kunlarini, hayit kunining qolgan 3 kun va tashriq kuni, ya'ni 4-hayit kuni desak ham bo'ladi. Mana bu kunlarni, Zulhijja oyining 1-yarmini haj ibodatlariga bog'liq bo'lgan fazilatli, muborak kunlar etib tayin etgandir. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Fajr surasida marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim val fajr va layalin ashr. Tongga qasam va 10 kechaga qasam. Ushbu oyatning tafsirida aksar mufassirlarimiz ushbu 10 kechadan murod Zulhijja oyining dastlabki 10 kechasidir deydilar. Zulhijja oyi kirishi bilan ushbu birinchi 10 kechani xususan ibodat bilan, takbir bilan, tahlil bilan o'tkazish, ro'za bilan o'tkazish tavsiya qilingan. Zulhijja oyi takbir oyi hisoblanadi. Ya'ni Allohni ulug'lab, Allohni baralla zikr qilib, u zotni ulug'lab aytilgan takbirlar, tahlillarni oshkora va ko'paytirib ado etiladigan kunlar hisoblanadi. Shuning uchun ulamolarimiz aytadilar, Zulhijjaning takbirlari 2 xil bo'ladi. Birinchisi mana shu Zulhijja oyi kirishi bilan boshlanadi va 3 kun hayit o'tib, undan keyingi tashriq kunni ham o'z ichiga olgan kunlar takbir kunlari hisoblanadi. Mana shu kunlarda muyassar bo'lganicha, imkoniyat boricha ko'proq takbir va tahlil aytish tavsiya qilinadi. Takbirni imkon qadar oshkor aytish
kerak, chunki bu kunlarni nishonlash ma'nosida bu takbirlar aytiladi va takbir va tahlillarning savobi boshqa vaqtdagidan ko'ra albatta ko'proq hisoblanadi. Bu kunlarda takbir va tahlildan tashqari boshqa ibodat, savobli amallar qilish ham tavsiya qilingan. Hatto ulamolarimiz aytadilarki, imkoni bo'lsa boylar zakotni faqat Ramazonda bermasdan bir qism mana shu Zulhijjaning avvalgi 10 kunida berishga ham odatlansalar yaxshi bo'ladi deydilar. Nega desa, birinchidan bu kunlarda qilingan amallarning savobi xuddi Ramazonning amallari kabi savobi ko'p bo'ladi. Ikkinchidan Ramazon oyida qilingan zakotlar beva bechora kambag'allarning hayitiga yaraydi. Hayitni ko'ngildagidek nishonlashlarga yordam beradi. Lekin Qurbon hayitda agar biz masalan zakotga beparvo bo'lsak, ba'zi bir kambag'al, nochor kishilar bu kunlarni Qurbon hayitini nishonlashda ular aytaylik ko'ngildagidek bu kunlarni bayramini o'tkaza olmay qolishlari mumkin. Shuning uchun tavsiya qilinadiki, boylarimiz, zakotga qodir kishilar ayrim zakotlarini, mayli zakotning bir qismini deylik, Zulhijja oyiga belgilasa ham yaxshi bo'ladi va beva bechoralarga bu oyda demak hayitlari uchun xonadonlarga xursandchilik ulashilishiga sabab bo'ladi. Zulhijja oyining avvalgi 10 kunda qilinadigan ibodatlarning eng ko'zga ko'ringani, tavsiya qilingani bu roza ibodatidir. Xususan Arafa kunining rozasi ta'kidlangan. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Rasul akram alayhisolatu vassalom aytadilarki, Arafa kunining rozasi o'tgan va kelasi yilgi gunohlarga kafforat bo'ladi. Zulhijja oyi yilning 12-oyi. Arafa kuni demak hijriy qamariy yilning oxirgi oyining oxirgi 10 kunliklariga to'g'ri keladi. Mana shu kunda demak roza tutilsa, Arafa kunida, ya'ni Qurbon hayitidan bir kun oldin Arafa kuni roza tutilsa, mana shu yil tugayotgan yilning gunohlariga va undan keyingi yil, kelasi yil, yangi yilga sodir bo'lib qoladigan gunohlarga kafforat, ya'ni gunohlarni yuvuvchi amal hisoblanadi. Bu juda katta savob. Faqat buning uchun ixlos bilan mana shu kunning rozasini, ibodatini ado etish lozim. Rasul akram alayhisolatu vassalom aytadilar, Arafa kuni duo kunidir. Bu kunda Alloh duolarni ijobat qiladi. Xususan hojilar Arafa kuni Arafat tog'ida yig'ilib Alloh subhanahu va taologa duo qilishganda Alloh farishtalarga aytadi: "Ey farishtalar, bu bandalarim nega yig'ilishdi? Ey Parvardigor, seni ulug'lab senga takbir aytish uchun yig'ilishdi. Ularning hojatlari bormi? So'raydigan so'rovlari bormi? Parvardigor, ular sendan gunohlar kechirilishini so'rashadi va sendan o'zlarining hojatlarini so'rashmoqda" deydilar. Shunda Alloh subhanahu va taolo: "Ey farishtalar, sizlar guvoh bo'linglar, men ularning gunohlarini kechirdim va duolarini ijobat etaman" deydi. Rasululloh alayhisolatu vassalom aytadilar, Arafa kuni duolar ijobat bo'ladi. Men va mendan oldingi payg'ambarlar qilgan eng yaxshi duo mana shu kunda. La ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qodir zikridir dedilar. Ya'ni Allohdan o'zga iloh yo'q, u yagonadir, uning sherigi yo'q. Barcha egalik uning qo'lida, uning izmida va u har ishga, barcha ishga qodirdir degan ma'nodagi tavhid kalimasi mana bu kunda qilinadigan eng yaxshi duolardan sanaladi. Bu yerda bir nuqtani aytib o'tishimiz kerak. Rasul akram alayhisolatu vassalom mana shu la ilaha illalloh zikrini duo demoqdalar. Vaholanki bu zikrning ichida birorta ham so'rov ma'nosi yo'q. Faqat Allohni ulug'lash, uning yagonaligini e'tirof etish, uning har ishga qodir ekanini eslash bor. Nega bu duo bo'lyapti? Ulamolarimiz aytadilarki, duo 3 xil bo'ladi. Birinchisi, duo so'ralayotgan zotni ulug'lash bilan bo'ladi, uni maqtash bilan bo'ladi. Mana shu duoning 3 turiga Fotiha surasi misol. Fotihaning dastlabki 3 oyati qanday? Dastlabki 3 oyati Allohning maqtovi o'zi, lekin duo. Olamlar Robbi Alloh, Rahmonur Rahim, qiyomat kunining egasi bo'lgan zot degan maqtovlar uning ostida duoni ham taqozo qiladi. Siz yaxshi insonsiz degani yaxshilik qiling degan ma'noga dalolat qilgani kabi. Parvardigor, bu olamlarning Robbisi Parvardigorsiz o'zingsan degandan keyin demak Parvardigor hamma yo'q o'zingning qo'lingda ekan, o'zing marhamat qil. Rahmonur Rahimsan, o'zing rahm qil. Qiyomat kunining egasisan, o'sha kun ham meni o'zing qo'lla
ana mana shu ma'noda la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulk va lahul hamd va huva ala kulli shay'in qodir ham duo. Ya'ni o'zingdan o'zga iloh yo'q, Parvardigor, sengagina ibodat qilyapman. Ibodatimni qabul qil. Sening sheriging yo'q. Ya Alloh, faqat o'zingga iymon keltirdim. Endi o'zing meni yorla qilgin, o'zing qo'llagin. U Alloh hamma ishga qodirdir. Parvardigor hamma ishga qodir ekansan, o'zing meni hojatlarimni ravo qilgin, duolarimni ijobat qilgin degan ma'nolar bor. Duoning ikkinchi turi deganlar ulamolarimiz, oldingisida g'oyibona maqtov bo'lsa, ikkinchisida tazarru izhor qilinishi, xitob bilan tazarru qilish, bu ham duo hisoblanadi. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in shu. Parvardigor, sengagina ibodat qilamiz, sendagina yordam so'raymiz degan gapning o'zi, oyatning o'zi duo bu. Sengagina ibodat qilamiz degani ibodatimizni qabul qilgin degan. Sendagina yordam so'raymiz degani Parvardigor o'zing yordam bergin degan ma'nolarni o'z ichiga oladi. Ana duoning uchinchisi endi bevosita so'rov. Bizni to'g'ri yo'lga hidoyat qilgin, adashganlardan qilmagin degan ma'nodagi Fotihaning keyingi oyatlari bu bevosita duo endi. Mana shu uchala demak zikrning uchala ko'rinishi ham duo hisoblanadi. La ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamd va huva ala kulli shay'in qodirni Rasul akram alayhisolatu vassalom eng yaxshi duo deyishlari haligi birinchi tur. Duoning eng yuqori ko'rinishdagi duo sanaladi. Nega desa, duoda, so'rovda biroz talab ma'nosi bor. Lekin maqtovni o'zini duo qilish, duo deb bilish, tushunish qandoq u? U maqtovni o'zini, tazarruni o'zini duo deyilishi bu o'ta odobning yuqori cho'qqisi hisoblanadi. Va inshaalloh bu ijobatga yana ham yaqin duo sanaladi. Demak, mana shu kunda biz ham Arafa kunida ushbu la ilaha illalloh vahdahu la sharika la lahul mulku va lahul hamd va huva ala kulli shay'in qodir duosini ko'proq takrorlashimiz matlub va marg'ub sanaladi. Arafa kuniga doir ikkinchi masala bu hali aytganimiz takbir ikki xil bo'ladi dedik. Birinchisi mutlaq takbir. Mutlaq takbir shu Zulhijjaning birinchi kunidan demak tashriq kunigacha davom etadi. Hisobda 14 kun bo'ladi. Zulhijjadan 14 kun takbir kunlari hisoblanadi. Ikkinchi takbir muqayyat takbir hisoblanadi. Muqayyat takbir bu Arafa kundan boshlanadi. Arafa kuni bomdoddan boshlab har bir farz namoz ortidan takbir aytiladi. Arafa kuni, hayit kuni ertasiga, undan keyin hayitning ertasi, undan keyingi kun 4 kun bo'ldimi? Keyin 3 kun hayitdan keyingi tashriq kuni asr namozigacha mana shu 23 mahal namozdagi takbirlar bu muqayyat, ya'ni xos takbir sanaladi. Bu takbirlar aynan farz namozlaridan keyin aytiladi. Jamoat uchun bu takbirlarni aytish vojib. Demak, ushbu kunlarda yolg'iz namoz o'qiguvchi kishi, erkakdir, ayoldir, farz namozdan keyin takbir aytadi. 5 mahal namozda farz namozdan keyin takbir aytadi. Takbirdan keyin astag'firulloh Allohumma anta salam zikrini ham takbirdan keyin aytiladi. Va bu demak yolg'iz namoz o'qiguvchi kishi uchun mustahab sunnat amal, lekin jamoat uchun jamoat bo'lib namoz o'qilganda bu vojib amal sanaladi va jamoat bu takbirni baralla ovoz chiqarib aytishi kerak bo'ladi. Takbirning ko'rinishi Ibn Mas'ud roziyallohu anhu ning rivoyatlari, ta'limlarga ko'ra quyidagicha: Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illallohu vallohu akbar, Allohu akbar va lillahil hamd. Alloh ulug'dir, Alloh ulug'dir, Allohdan o'zga iloh yo'q va Alloh ulug'dir, Alloh ulug'dir va hamd Allohga xosdir. Ya'ni hamd, maqtov Allohga xosdir. Mana shu ma'noda demak takbir Ibn Mas'ud roziyallohu anhu dan naql qilingan va Hanafi mazhab ulamolari aynan mana shu takbirni demak ta'lim beradilar, mana shuni tavsiya etadilar. Takbirning boshqa ko'rinishlari ham bor. La ilaha illalloh wahdah va nasara abdah va hazamal ahzaba wahdah. Allohu akbar kabira valhamdulillahi kathira va subhanallohi bukratan va asila. La ilaha illalloh vallohu akbar. Mana shu takbir ulanib ketaveradi. Bu ham mana shu kunlarda aytiladigan takbirlardan. Bilganimiz bu takbirlarni ham qo'shib aytsak yana ham nur ustiga nur, fazl ustiga fazl bo'ladi.
namozdan keyin, farz namozdan keyin takbirni unutib qo'ygan kishi uni keyin qazosini qilish shart emas. Lekin boshqa vaqt ham takbirlarni ko'plab aytib yurish, demak, ko'paytirish, takbirni ko'paytirish mana shu kunlarning sunnatlaridan sanaladi. Arafa kundan hayitga o'tadigan kechaning alohida fazilati bor. Rasul akram alayhissalatu vassalom bir hadislarida aytganlar: kim Arafadan hayitga o'tar kechada ushbu kechani ibodat bilan o'tkazsa, mayli qaysidir qismini 100% bedor bo'lsa, nur ustiga nur, endi ertaga hayit kuni ishlar bor, yumushlar bor deyilsa, mayli bir qism dam olib, bir qismda ibodatni, zikrni ko'paytirib, ushbu kechani ibodat bilan qoim qilinsa, Rasul akram alayhissalatu vassalom aytganlarki, u odam qalb o'lishi musibatidan omonda bo'ladi. Ya'ni Arafadan hayitga o'tar kechasini ibodatini go'zal ado etgan kishi qalb o'lishi illatidan, xavfidan omonda bo'lar ekan. Ya'ni kechani bedor o'tkazishning birinchi ishi xufton va bomdod namozlarini jamoat bilan o'qish hisoblanadi. Shuning uchun Arafa kuni kechki payt xuftonni jamoat bilan o'qishga intilishimiz kerak va hayit kuni bomdodni jamoat bilan o'qish kerak. Afsuski juda ko'pchilik mana shunga e'tibor bermaydi. Bomdodga kelmasdan, bomdoddan aytaylik, masjidlarda bir xonaqoni ichi to'ladigan darajada, yoki sal xonaqadan 1-2 saf tashqariga chiqqan jamoat bilan bomdod o'qiladi. Keyin tumonat odam undan keyin keladi. Bu demak ushbu kechaning katta bir fazilatidan mahrumlikka sabab bo'ladi. Shuning uchun hayit kunini ibodat bilan o'tkazish, uning fazilatidan bahramand bo'lish, hayit kechasining fazilatidan bahramand bo'lish uchun biz bomdodni ham mana shu kuni hayit kuni bomdodni ham jamoat bilan o'qishga intilishimiz lozim. Arafa kunini qo'ldan kelgancha ibodat bilan o'tkazgach, iloji bo'lsa mana shu kechada, demak, hayit namoziga tahorat o'rniga g'usl bilan chiqish kerak. Bu sunnat hisoblanadi. Rasul akram alayhissalatu vassalom har hayitda g'usl qilar edilar va bu sunnat masnun g'usl hisoblanadi. Aynan mana shu g'usl bilan hayit namoz o'qish niyat qilinadi. G'uslni qilgach, undan keyin eng yaxshi kiyimlar kiyiladi. Iloji bo'lsa yangi kiyimlarni mana shu hayit kuniga atab qo'ying. Savobi ko'payadi va hisobi oson bo'ladi. Agar yangi kiyim topilmasa, pokiza, yaxshi, eng yaxshi kiyimlarni kiyiladi. Rasul akram alayhissalatu vassalom hibara degan kiyimlari bor edi. Nihoyatda haligi bashang, o'sha vaqtning eng bashang kiyimi hisoblangan naqshinkor kiyim edi. Hayit kunlari mana shu kiyimni kiyib namozga kelar edilar va hayitga ana shunday yasanishni tavsiya qilar edilar. Shuning uchun hayit kuni bayram kun unga eng yaxshi kiyimlarni haligi mehmonlarga, mehmon kutib olishga, yoki bir xursandchiliklarda kiyiladigan bashang kiyimlarni kiyish demak tavsiya qilinadi. Eng yaxshi kiyimni kiyiladi, lekin faxr uchun, oliftalik bilan emas, balki eng go'zal va ko'rkam kiyim bo'lsa, mana shu marg'ub, matlub hisoblanadi. Shu bilan birga xushbo'ylanish kerak va tishlarni misvaklab yoki boshqa majunlar bilan tishlarni, og'izlarni poklab, hid xushni ketkazib, xushbo'y holatga kelish kerak. Ba'zi bir kishilarimiz hozirgi kunda mana kasallikka qarshi deb, yana boshqa maqsadlarda sarimsoq piyozni iste'mol qilishadi-da, u o'ziga haligi hid o'ziga o'rnab ketgan, o'ziga bilinmay qolgan. Keyin o'sha hid bilan yuraveradi. Mana shu hayit kunlarida 1 kun, 2 kun oldindan mana shunga o'xshash, demak, insonning og'zini badbo'y qiladigan, tanaga noxush hid beradigan narsalardan uzoq bo'lish kerak. Va ana shunlarni o'zidan aritib, o'rniga xushbo'ylik surtib, ana shunday bir go'zal holatda xush ifor bilan jamoatga qarab qadam bosib yuriladi. Hayit namoziga kelgan kishilar kelishda ham yo'lda takbir bilan kelishlari kerak. Takbirni baralla aytish kerak. Ibn Umar roziyallohu anhu va boshqa sahobalar buni alohida ta'lim berar edilar. Ibn Shihob az-Zuhriy aytadilar, takbir uydan chiqqandan tortib masjidga kelguncha davom etish kerak. Uydan chiqqandan tortib Allohu akbar, la ilaha illalloh, vallohu akbar va lillahil hamd. Shu takbirni ovoz chiqarib, ko'chalarni to'ldirib aytib kelinadi. Masjidga yetib kelgandan keyin esa takbir to'xtatiladi. Va
u yog'iga mana bomdod namoziga yetib kelinsa bomdod namozi o'qiladi. Undan oldinroq kelinsa sunnat o'qib maxfiy takbir zikr qilib turiladi. Bomdoddan keyin esa tilovatlar bo'ladi masjidlarimizda, suhbatlar bo'ladi. Undan keyin kun chiqqandan keyin ana hayit namozi o'qiladi. Qurbon hayiti namozi, Ramazon hayiti namozi ikkalasi bir xil o'qiladi. Xuddi 2 rakat nafl namozi shaklida o'qiladi. Faqatgina 3 tadan takbir qo'shimcha ziyoda qilinadi. Ya'ni 4 takbirlik hayit namozi deyiladi. Bitta takbir o'zi 2 rakatli namozlarimizda ham bor takbir har bittasi va unga 3 tadan takbir qo'shib 4 takbir har 2 rakatda demak takbirlar aytiladi. Hayit namoziga niyat qilinadi. Hayit namoziga turganda odatda hayit namoziga azon aytilmaydi, takbir aytilmaydi. Shu kun chiqqandan boshlab, kun chiqqandan 15 daqiqa o'tgandan keyin to tushgacha hayit namozini o'qish mumkin. Qurbon hayitida birinchi kuni o'qilmasa, ikkinchi, uchinchi kuni o'qilsa ham bo'ladi hayit namozini, lekin bizda odatda shu birinchi kuni o'qiladi. Mana shu afzal hisoblanadi. Mana shu masjidning xodimlari soffan, ya'ni saf tortinglar, safga turinglar degan xitobni qiladilar. Mana shu xitobni eshitganda hamma demak xuddalik namozda takbir aytganda safga turgandek safni rostlab turib namozga hozirlanadilar. Imom domla hayit namoziga niyat qilib namozga kirishadi va iqtido qilib turgan kishilar ham imomga iqtido qilgan holatda 2 rakat 4 takbirli hayit namozini o'qishga niyat qilib namozga kirishadilar. Namozning birinchi takbiri qo'llarni ko'tarib quloq qoqish bilan aytiladi. Allohu akbar deb qo'llar quloq yumshog'igacha ko'tariladi va qo'l bog'langandan keyin namozdagi sano zikri subhanakallohumma va bihamdik va tabarakasmuka va ta'ala jadduk va la ilaha g'ayruk. Mana shu sano o'qiladi. Sano o'qilgandan keyin yana 3 ta takbir aytiladi. Har takbirda qo'llar quloq yumshog'iga olib boriladi va yonga tushiriladi. Yana quloq yumshog'iga olib boriladi, yana tushiriladi. 3-takbirda qo'lni ko'tarib quloq qoqilgandan keyin endi qo'llar bog'lanadi va qiroatga kirishiladi. Imom Fotiha surasini o'qiydi va zam sura qiladi. Undan keyin rukuga ketadi va u yog'i xuddi oddiy 2 rakat namozning birinchi rakati kabi davom etadi. Ikkinchi rakat ham 2 rakatli namozning ikkinchi rakati kabi davom etadi. Faqat rukudan oldin 3 ta takbir qo'shimcha qilinadi. Bu 3 ta takbirda ham qo'llar quloq yumshoqlariga ko'tariladi, yonga tushiriladi. Yana Allohu akbar deb quloqqa qo'l ko'tariladi, quloq qoqiladi, yana yonga tushiriladi. 3-da ham Allohu akbar deb qo'llar ko'tarilib, yonga tushiriladi va 4-takbirda keyin rukuga boriladi. Adashib ketib, birinchi takbirda, ikkinchi takbirda ketib qolmaslik kerak. Va uni uyog'i demak oddiy 2 rakatlik namoz kabi ado etiladi va shu bilan Qurbon hayiti, umuman hayit namozi nihoyasiga yetadi. 4 takbirli 2 rakat Qurbon hayiti namozimni hozir bo'lgan imomga iqtido qilib o'qishga niyat qildim, xolis Alloh uchun. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. Hayit namozida Rasul akram alayhissalatu vassalom ko'pincha Sabbih isma robbikal a'la, A'lo surasi va Hal ata, G'oshiya surasini zam sura qilganlar. Ba'zan Jum'a surasini zam sura qilganlar. Ba'zan Qof surasini zam sura yoki qilganlar yoki xutbada o'qiganlar. Demak, mana shu suralarni demak zam sura qilish, shu suralar ma'nosidan xutba qilish ham bu ham demak ushbu kun hayit kunlariga oid sunnatlardan Rasul akram alayhissalatu vassalomning qilgan amallaridan sanaladi. Ramazon hayitida, Qurbon hayitida ba'zi bir yurtdoshlarimiz hajda, umrada bo'lgan paytlarida u yerda hayit namoz o'qisalar, takbirlar biz aytgandek 4 emas, ko'proq ekaniga guvoh bo'ladilar. Buni ham bilib qo'yishimiz kerak. Hanbaliy mazhab ulamolarining so'zlariga ko'ra takbirlar adadi biroz ko'proq.
qo'shimcha takbirlarning adadi hayit namozida biroz ko'proq. Aniqrog'i birinchi rakatda takbiri tahrima bilan qo'shib hisoblaganda 7 ta takbir aytiladi. Ya'ni birinchi takbir quloq qoqib sano aytgandan keyin biz 3 ta takbir qo'shyapmiz ular 6 ta takbir qo'shadilar. Va qiroatdan oldin bo'ladi birinchi rakatdagisi. Hanafiy mazhabida ikkinchi rakatda qiroatdan keyin rukuda takbir qo'shilar edi. Hanbali, Shofiy va boshqa mazhablarda ikkinchi rakatda ham takbirlar qiroatdan oldin bo'ladi. Namozga turiladi-ku, qiyomga turiladi. Turgandagi takbirga qo'shimcha takbir qo'shiladi va undan keyin qiroat qilib, u yog'i yana oddiy namozdaqa davom etadi. Ikkinchi rakatda odatda Hanbali mazhab ulamolarining so'zlariga ko'ra qiyomga turayotgandagi takbirdan tashqari yana 5 ta takbir qo'shiladi. Ya'ni jami 6 ta bo'ladi. Birinchi rakatda 7 ta takbir, demak ikkinchi rakatda 6 ta takbir bilan rakatlar boshlanadi va u yog'i demak oddiy namoz kabi ado etiladi. Hajga umraga borgan kishilarimiz mana shuni demak hisobga olib qo'ysalar, u yerda iqtido qilgan paytda qiynalmaydilar va yanglishmaydilar. Hayit namozi ado etilgandan keyin imom domla minbarga chiqib hayit xutbasini qiladi. Hayit xutbasi bu endi butun mo'min musulmonlarga qaratilgan xitob hisoblanadi. Odatda Qurbon hayiti xutbasida qurbonlikka oid masalalar yoritilgan. Qurbonlikning hukmi, uni odoblari, uni qanday ado etiladi, qanday taqsimlanadi. Mana bu masalalar odatda Qurbon hayiti xutbasida zikr qilinib kelgan. Hayit namozidan keyin xutba o'qiladi va xutbadan keyin bizning yurtimizda jamoat bo'lib tilovat qilib, bir kishi tilovat qiladi, jamoat tinglaydi va jamoat bo'lib yakuniy duoni qilib keyin uylarga tarqaladi. Hayit namozidan keyin birinchi qilinadigan ish imkon qadar mana shu qurbonlikni ado etish. Lekin hayit namozidan oldin qurbonlik qilib qo'ymaslik kerak. Namozdan oldin qurbonlik qilinsa, qurbonlikka o'tmaydi. Kimdir aytishi mumkin, masalan, qosobning vaqti yo'q ekan, namozdan keyin odam ko'p ekan, hayit namozdan masalan tongdan keyin qurbonlik qilib qo'ya qolsa-chi desa yo'q. Rasululloh akram alayhisolatu vasallam hadislarda aytganlar, oldin namoz, keyin qurbonlik. Undan oldin qilingan qurbonlik go'sht bo'lib qoladi, oddiy. Qurbonlikka o'tmay qoladi. Shuning uchun Qurbon hayiti namozini ado etgandan keyin imkoni borlar birinchi bo'lib qurbonlikka, demak qurbonlikni ado etishga harakat qiladilar. Mana shu o'rinda Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Ramazon hayitiga chiqqanlarida ertalab xurmo yoki bir ozgina yegulik yeb, og'iz ochilganini e'lon qilib, izhor qilib, keyin hayit namoziga qarab yurganlar. Qurbon hayitida esa aksincha. Qurbon hayitida to hayit namozini o'qib, qurbonlik go'shtini hozirlab, ya'ni qurbonlikni qilib, uni go'shtidan taom hozirlanguncha taomlanmay turganlar. Boshqacha qilib aytganda, Qurbon hayit kuni hayit namozini o'qib, undan keyin qurbonlik go'shtidan taom hozir bo'lguncha roza tutib olganlar. Ana bu ham mustahab amallardan sanaladi. Endi agar bu qurbonligimiz imkoniyati kunning mana birinchi qismida bo'lsa, bunga demak harakat qilsak yaxshi. Lekin qosobning sharoiti, yana boshqa sharoitlar tufayli kechga qolib ketsa, ertangi kunga qolib ketadigan bo'lsa, hech mashaqqat yo'q. Demak, hayit namozidan keyin tanovulni qilsak bo'laveradi. Lekin shunda ham hayit namoziga chiqquncha demak tanovul qilmasdan, xuddi roza tutgandek, og'izni yopgan odamdek hech narsa yemay, ichmay namozga qatnashib, namozdan keyin tanovulga o'tish, bu ham hayit kunining sunnat, mustahab amallaridan sanaladi. Hayit kuni qurbonlikdan tashqari boshqa xayrli amallar ham qilish kerak. Saxovatli bo'lish kerak. Bechoralarning holidan xabar olish kerak. Qarindosh urug', xususan ota-onaning ziyoratida bo'lib, ularning duolarini olish, ularga xayrliklar ulashish, bu ham hayit kunida qilinadigan savobli amallardan sanaladi. Hayit kuni bolalarga hayitliklar tashkil qilish kerak. To'yinki ularning zehnida mana shu bayramimiz bir muhabbat, farovonlik ramzi bo'lib, ularning zehnida shakllansin. Ular hayitni kutadigan bo'lsin, hayitga oshiqadigan bo'lsin
va keyinchalik o'zlari ham o'zlaridan keyingi yoshlarga ana shunday muruvvatli, saxovatli bo'lishni o'rganishsin. Shuning uchun hayit kunlarida saxovat peshalik targ'ib qilinadi. Xususan bolajonlarga bu borada alohida e'tibor berish lozim. Hayit kuni bayram bo'lgani uchun bizning dinimizda hayit kuni biroz ko'ngil xush qilib, ozmoz aytaylik o'yin kulgi qilishga ham ruxsatlar berilgan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomdan Oysha roziyallohu anha rivoyat qilgan hadisda keladi. Hayit kuni habashiylar Rasululloh akram alayhisolatu vassalomning masjidlari sahnida ular harbiy o'yin qilishgan. Hazrat Umar roziyallohu anhu kelib qolib masjidni poli mayda tosh edi, toshdan olib ularga otib ularni to'xtatmoqchi bo'ldilar. Shunda Rasululloh akram alayhisolatu vassalom: "Ey Umar, tek qo'y. Banu Arfida, ya'ni Habash, ular Banu Arfida qabilasi edi. Davom ettiravringlar. O'zingizlarni mana shu harbiy o'yinlarni davom ettiraveringlar" dedilar va aytdilarki, bu hayit kuni, bayram kuni, har bir xalqning bayrami bor. Bu bizning bayramimiz. Bu kunda mana shunday xursandchiliklar qilamiz dedilar. Oysha roziyallohu anha rivoyat qilgan yana bir hadisda Minoda bo'lgan, hajda edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom bilan hajda edilar. Minoda hayit kunini bayram qilib nishonlash uchun doirachi qizchalar bor edi. Oysha roziyallohu anhoning tanishlari. Ularga shu doira chaldirib, ba'zi bir baytlarini, baytxonligini qilib, Oysha roziyallohu anha Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom bilan birga o'sha Minodagi kapada mana shunday xursandchilik qilib turgan edi. Abu Bakr roziyallohu anhu kirib kelib, bu Rasululloh akram alayhissalomning xonadonlarida bunaqa shaytonning o'yin kulgusini qilasanmi deb Oysha roziyallohu anhoga qattiq tegmoqchi bo'ldi. Shunda Payg'ambarimiz alayhissalom o'sha joyda boshlarini o'rab yonboshlab yotgan edilar. Sekin boshlarini ochib Abu Bakr roziyallohu anhuga qarab, "Ey Abu Bakr, bularni o'z holiga qo'yib, har bir xalqning bayrami bor, bu bizning bayramimiz. Bugun bir xursandchilik qilishsin" dedilar. Ana shu ma'noda hayit kunida xursandchilik qilish ham demak joiz amallardan sanaladi. Yana bir hadisda Oysha roziyallohu anha rivoyat qilganlar, unda ham Rasululloh akram alayhisolatu vassalom shu hayit kuni mana shunday bolachalarning o'yini bilan, ba'zi bir ko'ngil xushi harakatlar bilan hayit kunini nishonlayotgan kishilarni ko'rib xursand bo'lib aytdilarki, boshqa din vakillari bizning dinimizdagi kenglikni ko'rib qo'ysin. Islomning bag'ri kengligini, islomning hayotiyligini ko'rib qo'ysin degan gapni ham aytganlar. Ana shu ma'noda hayit kunida demak ba'zi bir xursandchiliklarni izhor qilish bu ham joiz amallardan sanaladi. Hayit kuni bilan tabriklash ham sahobalardan rivoyat qilingan, Rasululloh akram alayhisolatu vassalomdan naql qilingan amallardan sanaladi. Hayit kuni qilinadigan yaxshi amallardan biri hayit bilan tabriklash. Bu sahoba ikromlardan Rasululloh akram alayhisolatu vassalomdan naql qilingan amallardan sanaladi. Jubayr ibn Nufayrdan rivoyat qilinadi. U kishi aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalari hayit kuni namozdan qaytgandan keyin, namozni ado qilganlaridan keyin taqabbalallohu minna va minka deyshar edi bir-birlariga. Ya'ni bir-birlariga Alloh sizdan ham bizdan ham yaxshi amallarimizni qabul qilsin degan tilakni bildirishar edi. Muhammad ibn Ziyod aytadilarki, Abu Umoma al-Bohli roziyallohu anhu va boshqa sahoba ikromlar hayit namozidan qaytar ekanlar, ular bir-birlariga taqabbalallohu minna va mink, Alloh sizdan ham bizdan ham ibodatlarimizni, duolarimizni qabul qilsin degan tilakni, tabrikni bir-birlariga aytishar edi deydilar. Xolid ibn Ma'dondan rivoyat qilinadi. Imom Bayhaqiy Sunanda keltiradilar. Aytadilarki, men Vasila ibn Asqa roziyallohu anhuga hayit namozidan keyin taqabbalallohu minka va minna va minka, Alloh bizdan ham sizdan ham yaxshi amallarimizni qabul etsin dedim. Shunda Vasila ibn Asqa roziyallohu anhu, ilohim sendan ham bizdan ham yaxshi amallarimizni qabul qilsin dedilar va davom etdilarki, men hayit kuni Rasululloh akram alayhisolatu vassalomga Alloh sizdan ham bizdan ham yaxshi amallarimizni qabul qilsin degan edim. U zot sizlardan ham bizdan ham Alloh yaxshi amallarimizni qabul qilsin deb javob berdilar deydilar. Mana shu hadislar ochiq oydin hayit kuni bir-birlariga tabrik, duo aytish joizligiga dalolat qiladi. Undan tashqari Ka'b ibn Malik roziyallohu anhu ning qissasida keladi. U kishi Tabuk g'azotiga qatnasha olmadilar. Keyin u kishidan hajr qilindi. U kishini
demak ajratib qo'yildi. Keyin oyat nozil bo'lib, u kishining tavbasi qabul bo'lgani e'lon qilindi. Mana shu tavbalari qabul bo'lgani e'lon qilinganda u kishini sahobalar tabriklashgan. Muborak bo'lsin deb xursandchilik qilishgan. Mana shuni ulamolarimiz aytadilarki, bu dalilki, mana gunohlar kafforat bo'linishi umid qilinadi, va'dalar bor. Hadislarda keladi. Gunohlar hammamizning ham gunohlarimiz kechirilishi, duolarimiz qabul bo'lishi mana shu kunlarda, juma kunida jumladan hadislarda va umuman shariat manbalarida ta'kidlangan ma'no. Ana shu ma'noda bu kunlarni biz tabriklaymiz. Bu kunlar bilan bir-birimizni qutlaymiz. Bu kundagi savob, ajr, darajotlar bilan bir-birimizni demak muborakbod etamiz. Shuning uchun bu ish joiz hisoblanadi. Yana bir dalil deydilar ulamolarimiz, hayit kuni bilan nishonlash Alloh subhanahu va taoloning shiorini, islom shiorini ulug'lash sarasiga kiradi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va man yu'azzim sha'airallohi fa innaha min taqwal qulub. Kim Allohning shiorlarini, ya'ni Allohni eslatuvchi narsalarni, islomning ramzlarini ulug'lasa, bu qalbdagi taqvodan, demak uning qalbida taqvo bor ekan deydi. Ana shu ma'noda bu kunlar bilan tabriklash ham mahbub, savobli amallardan sanaladi. Hayit kunlari qilinadigan amallarni aytish barobarida hayit kunlari ehtiyot bo'lishimiz lozim bo'lgan ishlarni ham qisqacha eslab o'tsak. Hayit kuni roza tutib bo'lmaydi. Hayit kunlari mana shu uchala kun ham roza tutilmaydi va ayrim ulamolarimiz 4-kunni ham, tashriq kunini ham qo'shadilar. Bu kunda ham roza tutish demak man qilinadi. Juda qattiq ta'kidlangan qaytariq bor. Bu kunlarda roza tutish demak mumkin emas. Ikkinchi ish, hayit namoziga chiqqanda hayit namozidan oldin ham keyin ham nafl namoz o'qilmaydi. Hayit namoz o'qiladi, bo'ldi, undan keyin qolib o'zingiz namoz o'qimang. Hayitdan keyin bo'ldi, uyga tarqab ketish kerak. Ibn Abbos roziyallohu anhu buni alohida ta'kidlardilar. Hayit kuni bomdoddan keyin hayit namozgacha ham namoz yo'q. Hayit namozidan keyin ham namoz o'qimasdan tarqab ketish kerak. Sunnat mana shu hisoblanadi. Uchinchi ish, bu kunda qilinishi taqiqlanadigan, qilinmasligi ta'kidlanadigan ish bu kunda boshqa kunlardan ham ko'ra gunohdan ko'proq uzoq bo'lish. Chunki Hazrat Ali roziyallohu anhu aytganlar, sen uchun eng yaxshi kun bayram qiladigan kuning gunohdan xoli bo'lgan kuning. Bu kun savob amallar qilinadigan, yaxshi amallarga ulkan savob beriladigan kunmi? Demak, bu kunda qilingan gunohning ham demak yuki og'ir bo'ladi. Shuning uchun bu kunda gunohlardan uzoq bo'lish kerak. To'rtinchisi, hayit kunini azaga aylantirish. Bundan ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Hayit kunlarini yig'i-sig'iga, azaga aylantirib, motam kuniga aylantirish bu shariat ko'rsatmalariga zid va Rasululloh akram alayhisolatu vassalomning ta'limotlariga ters holat hisoblanadi. Aytishingiz mumkin, bizda odat bo'lib qolgan, hayit kunlari Fotihaga boramiz, qarindosh urug'larda o'tganlarning uyga borib ziyorat qilib yo'qlaymiz. Mayli, ziyorat qiling, ularning ko'nglini oling. Otangizdan ajragan edingiz, hayitingiz sizga tushkunlikda bo'lmasin, ko'tarinkilik baxsh etaylik sizga deb boring. Lekin aza ochib yig'izg'i qilmang. O'zi asli shunaqa boshlangan. Hayit kunini biz xursandchilik qilyapmiz-u, amakimiznikida, akamnikida, ukamnikida musibat bo'lib, ularning holi qanaqa ekan bir xabar olaylik deb boshlangan ish. Keyin bu azadorlikka aylanib ketib qolgan. Biz musibatga uchragan xonadonlarning uyga hayit kuni umuman bormang demaymiz. Boring. Boshqanikiga borgandan unikiga borib xabar olib, yetimlari bo'lsa ularning ko'nglini olib, bu juda savobli amal. Lekin bu o'sha xonadonda aza ochish degani emas. O'sha xonadonni musibat motamxonaga aylantirish degani emas bu. Aksincha, ularni bayram qilishga ko'ngillariga bayram sig'may turgan paytda ularga bayram ulashish, bayram kayfiyatini ulashish, ularning ko'ngillarini ko'tarish ma'nosida bo'lsa, bu inshaalloh shariatga muvofiq amal hisoblanadi. Mana shu holatlarda, mana shu odob ahkomlarga rioya qilgan holatda hayit kunlarini o'tkazib olsak, inshaalloh juda ham savobga ham ega bo'lamiz va hayit kunlarimiz maromida, maqomida o'tkazilgan hisoblanadi. Parvardigor olam hammalarimizga bu borada o'zi tavfiq bersin va hayit kunlarini hammamizga muborak aylasin. Men fursatdan foydalanib yana barchalaringizni, sizlar orqali ahllaringiz, yaqinlaringizni Qurbon hayiti bilan muborakbod etaman. Alloh subhanahu va taolo mana shunday muborak kunlarda qayta
uchrashishimizni Alloh o'zi nasib etsin. Taqabbalallohu minna va minkum. Alloh sizlardan ham bizlardan ham yaxshi amallarimiz, duolarimizni qabul aylasin. Qurbonlaringiz barakotli bo'lsin. Alloh bu kunlarning barakotini, fayzini el yurtimizga mo'l-ko'l qilib, yurtimizda bu kunlarni mana davlatimiz rahbari tomonidan dam olish kunlari deb e'lon qilib qo'yilgan. Ana shunday ko'tarinkilik hamisha yurtimizdan arimay qiyomatga qadar bu yurtning yaxshiligi ziyoda bo'lib borishini Alloh o'zi nasib etsin. E'tiborlaringiz uchun tashakkur. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.